bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va bularning pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Bironta ish qilgan yo'q. Ularning o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasdan quvlab yurish o zaman tugadi. Hokim meni vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMBni boshlig'ini mashinasini afg'on qilibdi, bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'iybat qilib darrov ishdan tashardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'iybatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma 4 ta rahbar ishlay. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun, bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. Sen kimsan? Sen pul bermoqqa olmading, g'ulomim degan iplasing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi hammasi.